Mol nisbatlari 1 ga 4 bo'lgan bariy gidroksid va natriy gidroksid aralashmasini neytrallash uchun 30% xlorid kislotadan sarf bo'lgan hajmi berilgan, ya'ni xlorid kislota eritmasining hajmi bor, zichligi bor, foizi bor. Hosil bo'lgan eritmaga mol miqdorda natriy sulfat eritmasi qo'shilganda hosil bo'ladigan cho'kmaning miqdorini molda toping debdi. Yaxshi. Xo'sh, endi bariy gidroksid bilan natriy gidroksidi. Bizga berilgan xlorid kislota. Yaxshi, xlorid kislotani miqdorini hisoblaymiz birinchi. NH xlor 100 ml ko'paytirilgan 0,3 ko'paytirilgan 1,095 bo'lingan 36,5 ekan. 100 ko'paytirilgan 0,3 ko'paytirilgan 1,095 bo'lingan 36,5 0,9 mol. Yaxshi. 0,9 mol ekan. Endi moddalar berilgan. Qaysi moddalar edi bu? Bariy gidroksidi bilan natriy gidroksidi. Yaxshi. Qo'shilgan xlorid kislota H-xlor. Bilamiz, birinchisi bilan 1 ga 2 boradi, bunisi bilan 1 ga 1. Nima hosil bo'ladi mana? Bariy xlorid bilan suv hosil bo'ladi. Natriy xlorid bilan suv hosil bo'ladi. Suvga 2 bo'ladi. Mol nisbati 1 ga 4. Mol nisbati 1 ga 4, ya'ni 1 ga 4 bo'lsa x dan deb olamiz mana. 2x H-xlor ekan. Birinchisiga, ikkinchisiga necha ekan? 4x ekan. Endi mana shu yerdagi xlorid kislotalarining umumiy miqdorini biz topdik. Necha mol ekan? 0,9 mol ekan. Yaxshi. Demak, 6x tenglik 0,9. X tenglik necha bo'ladi? 0,15 bo'ladi. Yaxshi. Endi e'tibor beramiz. Hosil bo'lgan eritmaga natriy sulfat qo'shilganda deyilgan. Yaxshi. Hosil bo'lgan eritmadagi bariy xlorid bilan natriy sulfat reaksiya kirishadi va nima hosil bo'ladi mana? Bariy sulfat bilan demak natriy xlorid hosil bo'ladi. Yaxshi. Bizaga e'tibor beramiz x ida. Bariy xlorid mana beraman. Bu yerda ham bariy xlorid x, ya'ni x 0,15 kelib chiqdi. Demak, bariy xlorid 0,15 mol ekan. Natriy sulfat ham 0,15 mol ekan. Demak, bariy sulfat cho'kmasi ham 0,15 mol bo'ladi. Demak, D javob bo'ldi. 1 ga 1 nisbat bo'lganligi uchun ham 0,15 ga 0,15 deb oldik. Bariy sulfat, qo'rg'oshin 2 fosfat, kalsiy karbonat, natriy fosfatdan iborat 20 gram aralashma suvda eritildi. Lekin erimay qolgan tuzlar bor ekan 18 gram. Yaxshi. Birinchi yozamiz buni. Bariy sulfat, qo'rg'oshin 2 fosfat, kalsiy karbonat, natriy fosfat. Buni eruvchanlik jadvaldan topamiz. Qaysi biri qiyin eriydi yoki oz eriydi bo'ladigan bo'lsa, o'sha cho'kma bo'ladi. Masalan, kalsiy karbonat, bariy sulfatlar cho'kma. Qo'rg'oshin 2 fosfat ham cho'kma. Demak, 18 grami erimay qoldi degan. Yaxshi. Bu degani 18 gram ekan mana shu tuzlar. Ya'ni mana shu yerdagi mana 3 ta tuz. Umumiy massa bizaga aytilganida 20 gram deb. Demak, 2 gram nima ekan bizaga? Natriy fosfat ekan. Yaxshi, mana 2 gram natriy fosfat bo'ldi. Xuddi shunday aralashma xlorid kislota eritmasi bilan ta'sirlashganda 2,24 litr gaz ajraldi va erimaydigan 3 gram tuz hosil bo'ldi degan. Demak, xuddi shunday aralashma. E'tibor beramiz, xlorid kislota bilan ta'sirlashadigan qaysi? Demak, qo'rg'oshin 2 fosfat ta'sirlashadi, kalsiy fosfat ta'sirlashadi, natriy fosfat ta'sirlashi mumkin. Bariy sulfat bilan xlorid kislota reaksiyaga kirishmaydi. Sababi sulfat kislota xlorid kislotadan kuchli. Mana yozamiz. Bariy sulfat
qo'shilgan xlorid kislota. Reaksiya bo'lmaydi. Xo'sh, keyingisi qo'rg'oshin 3 PO4 2, ya'ni qo'rg'oshin 2 fosfat qo'shilgan xlorid kislota. Demak, qo'rg'oshin ekvivalentli ekan, xlor 2 hosil bo'ladi va fosfat kislota bo'ladi. Reaksiyani tenglashtiramiz. Qo'rg'oshin xlor 2 ni oldiga 3 qo'yamiz, fosfat kislotaga 2 qo'yamiz, xlorid kislotaga esa 6 yozamiz. Yaxshi. Keyingi modda kalsiy karbonat ekan mana. Kalsiy karbonat qo'shilgan xlorid kislota. Nima hosil bo'ladi mana? Kalsiy xlorid bilan suv hosil bo'lar ekan. Mana. Davom ettiramiz. CO2. CO2 ham chiqadi bu yerda. Xo'sh, keyingisi natriy fosfat ekan. Natriy fosfat qo'shilgan H xlor. Natriy xlorid fosfat kislota bo'ldi. Reaksiyani tenglashtiramiz. 3 ta natriy xlorga 3 ta H xlorga bo'lsa, reaksiya menimcha teng bo'ldi o'zi. Ana endi e'tibor beramiz. 2,24 litr gaz ajraldi debdi. Bu qaysi gaz bo'lishi mumkin? Mana, bu qaysi gaz bo'lishi mumkin? Bu qaysi gaz? Karbonat angidrid. 2,24 litr deganimiz necha mol? 0,1 mol ekan. Demak, kalsiy karbonat necha mol ekan? 0,1 mol. Erimagan qoldiq. Qancha erimadi degan mana? 3 gram erimadi. Demak, erimagan qoldiq bu qaysi bo'ladi? Bariy sulfat bo'ladi. Yaxshi. Dastlabki aralashmadagi bariy sulfatning massa ulushi so'ralgan ekan. Bariy sulfat mana 3 gram erimay qoldi. Mana shu 3 gram ekan o'zi. Xo'sh. Dastlabki aralashma bu 20 gram edi 100%. Bariy sulfat 3 gram. Shu qancha bo'ladi deymiz? 15% bo'ldi mana. A javob ekan. Endi natriy fosfat desa, mana natriy fosfat ham aniq bo'ldi bizga. 2 gram ekanligi masalan. Bariy sulfat ham aniq bo'ldi. Kalsiy karbonat ham aniq bo'ldi. Bu yerdan hammasidan mana bu aniq bo'lganlarni ayirib tashlasak, qo'rg'oshin 2 fosfatni so'rasa ham topishimiz mumkin ekan. Ya'ni natriy fosfat necha gram ekan mana yozib qo'yamiz. 2 gram. O'zi masala ishlandi, yana ham aniqroq bo'lsin deb yozib qo'yamiz. Kalsiy karbonat necha mol ekan? 0,1 mol, ya'ni 10 gram. Bariy sulfat necha gram? 3 gram. Umumiy massa bizga 20 edi. 3 gramni, 10 gramni, 2 gramni ayirib tashlasak qancha qoladi? Ya'ni 20 dan ayiramiz 3 ni 17, 17 dan 10 ni ayiramiz 7, 7 dan 2 ni ayiramiz 5. Demak 5 gram ekan, mabodo so'ralsa, qo'rg'oshin 2 fosfat. Lekin u narsa so'ralmagan bizga. Bizga so'ralgani mana 3 gramlik, ya'ni bariy sulfat so'ralgan. A javob bo'ldi. 480 gram X foizli mis sulfat eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida 20% sulfat ionini saqlovchi eritma hosil bo'ldi degan. Agar hosil bo'lgan eritmada sulfat va mis ionlari mol nisbati 3:1 bo'lsa, eritmada necha faradiy tok o'tganligini aniqlang. Yaxshi. Demak, 480 gram X foizli mis sulfat deb aytgan. Mis sulfat eritmasi elektrolizga uchragan. Inert elektrodlarda mis sulfat elektrolizga uchrasa, demak mis, kislorod va sulfat kislota bo'ladi. Yaxshi. Undan tashqari suv ham elektrolizga uchrashi mumkin. Ammo agar suv elektrolizga uchrasa, bizga mana mis va kislorod chiqib ketadi, oxirgi eritmada faqat sulfat kislota bo'lishi kerak. Ya'ni mis ioni bo'lmasligi kerak. Lekin bizga nima degan? Hosil bo'lgan eritmada sulfat va mis ionlari degan. Demak, hosil bo'lgan eritmada sulfat bilan mis bor-da. To'g'rimi? Hosil bo'lgan eritmada mis bor. Agar mis sulfat to'liq elektrolizga uchrasa edi, mana bu yoq tomoni bo'lmasdi mana. Faqat sulfat kislota nimasi qolish kerak edi mana? Sulfat kislota eritmas qolish kerak edi, mis bo'lmasligi kerak edi bizga. Lekin bu yerda mis bor degan. Bundan nima xulosa kelib chiqadi? Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, demak, mis sulfatdan ortiqcha qolgan mis sulfat esa ionlarga ajralgan holatda bo'ladi, bilamiz mana, mis va sulfat.
Mana bu yerdagi sulfat kislota ham ionlarga ajralgan holatda bo'ladi. Sababi kuchli elektrolit bo'lganligi uchun. Demak, oxirgi eritmada mana tasavvur uyg'onishi uchun mana bunday deb yozamiz. Mana oxirgi eritmada suv bor, ya'ni suvli eritma va sulfat kislota bor. Undan tashqari mis sulfatning ortiqchasi bor. Mana shu bizga oxirgi eritma ekan. Yaxshi. Mana shu yerda aytganki, sulfat va mis ionlari nisbati 3:1. Bu degani sulfat 3x bo'lsa, mis x ekan mana. Misni x deb olsak, sulfat necha x ekan? 3x mana. Umumiy sulfat bizga bo'ladi 3x. Mis mana bu yerda x bor. Demak, ortiqcha qolgan mis sulfatdan hosil bo'lgan sulfat ionlari ham qancha bo'ladi endi? X bo'ladi. Umumiy sulfat 3x edi lekin. Demak, mana bu sulfatdan hosil bo'lgani qancha bo'ladi endi? 2x bo'ladi. Demak, sulfat ham 2x ekan. Mis x ekan. Kislorod qancha ekan? Mis 2x ekan, kislorod x ekan, suv 2x, mis sulfat ham 2x. Mana. Demak, dastlabki mis sulfatning moli necha x desak bo'ladi bizda? X ortiqcha qoldi, 2x reaksiya kirishdi. 3x desak bo'ladi. Yaxshi. Endi mana bu shartdan foydalanamiz. 20% sulfat ionini saqlovchi degan. Bizga sulfat ionlari jami necha x bo'ldi? 3x. Uni massasi qancha bo'ladi? 3x ni 96 ga ko'paytiramiz. Xo'sh, endi 3x ni 96 ga ko'paytirdik. Yaxshi. Xo'sh, bizada hosil bo'lgan eritmada degan, xo'sh, va hokazo 480 gram eritma bor ekan bizga. Mana 480 gram eritma. Qanchaga kamaydi eritma massasi yoki nimaning hisobidan kamaydi? Mis bilan kislorod. 2x mis bo'lsa ko'paytiramiz 64 ga. 128x. X mol kislorod bo'lsa ko'paytiramiz 32 ga. 32x. Ikkalasini qo'shsa qancha bo'ladi? Umumiy 160x ga kamaydi. 160x ga kamaydi. Necha foiz bo'lib qoldi? 0,2. Ana shuni ishlashimiz kerak. Demak, 3x ni ko'paytiramiz 96 ga. 288x tenglik 480 0,2 ga ko'paytiramiz. 96 160 0,2 ga ko'paytiramiz. 32x. 32 bu yoqqa qo'shib bo'lib o'tadi. 288 ga 32 ga qo'shamiz. 320 ekan. 96 ni 320 ga bo'lamiz. X tenglik 0,3 ekan. Yaxshi. Endi bizga nima so'ralgan? Eritmadan necha faraday tok o'tgan? Birinchi reaksiya elektroliz reaksiyasi, ikkinchisi dissotsialanish. Bu elektroliz reaksiyasi emas. Demak, 2x mis sulfat elektrolizga uchragan ekan. X 0,3 kelib chiqdi. Demak, necha mol elektrolizga uchragan ekan? 0,6 mol elektrolizga uchragan. Faradayni topmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? 0,6 mis ekvivalentli bo'lganligi uchun 1,2 faraday bo'ladi. 1,2 faraday ekan to'g'ri javob. Demak, V javob ekan. Natriy xlorid eritmasi elektroliz qilindi. Anodda ajralgan gazlar 0,5 mol metanni 60% qismini yondirishga yetarli. Qismini to'liq xlorlashga yetarli bo'lsa, eritmalar necha faraday tok o'tgan debdi. Yaxshi. Natriy xlorid eritmasi elektrolizga uchratilgan. Hosil bo'ladi natriy gidroksidi, vodorod va xlor. Xo'sh, endi anodda ajralgan gazlar 0,5 mol metanni 60% ni yondirishga, qolgan qismini esa xlorlashga. Yondirish haqida ham gap ketgan ekan. Demak, suv ham elektrolizga uchragan. Sababi yondirish haqida ham gap ketgan bu yerda. E'tibor beramiz, metanni yozamiz buni. Necha mol degan metanni? Metanni yondirish. Ikkinchisi esa to'liq xlorlash debdi. 4 ta xlor, C xlor 4 va H xlor bo'ladi. Endi mana shu 0,25 ni 0,25 60% ni olamiz. 0,15 mol metanni yondirishga qancha kislorod sarf bo'ladi? 0,3 mol kislorod sarf bo'ladi. Yaxshi.
0,3 mol kislorod. 0,25 dan 0,15 ketsa qancha qoladi? 0,1 mol uchun qancha xlor kerak bo'ladi? 0,4 mol. Yaxshi. Ana endi yozamiz. Mana bu yerda demak kislorod 0,3 mol ekan. Demak mana bu yerda ajralgan kislorod ham qancha ekan? 0,3 mol ekan. Demak suv necha mol bo'ladi? 0,6 mol. 0,6 mol suvga necha faraday bo'ladi? 1,2 faraday. Xlor necha mol ekan? 0,4 mol. Demak mana bu yerda xlor ham 0,4 mol ekan. Demak H xlor qancha ekan? 0, natriy xlor 0,8 mol. Demak faradayda ham bir valentli bo'lganligi uchun 0,8 faraday, 1,2 faraday. Ikkalasini qo'shib olamiz. 1,2 qo'shilgan 0,8. 1,2 suv uchun, 0,8 natriy xlor uchun. Demak umumiysi 2 faraday bo'ldi. D javob bo'ldi. Demak keyingi masalada mana mis sulfat eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilinganda eritma massasi 60 grammga kamaydi. Eritmadagi atomlar esa 6,6 Na ga kamaydi. Eritmadan necha faraday tok o'tgan deyilgan. Mis sulfat eritmasini elektrolizini yozamiz. Mis sulfat qo'shilgan suv hosil bo'ladi mis, kislorod va sulfat kislota. Undan tashqari suv ham elektrolizga uchraydi, vodorod va kislorod ekan. Bular ikkalasi ham gaz moddalar. E'tibor beramiz. Massasi necha grammga kamaygan deyilgan? 60 grammga. Yaxshi. X mol mis sulfat bo'lsa, Y mol suv elektrolizga uchragan. Shunda X mol mis bo'ladi, 0,5x kislorod bo'ladi. Massa bo'yicha oladigan bo'lsak, 64x ga 0,5x ni 32 ga ko'paytiramiz. 16x, ya'ni 80x ga kamayish bo'ladi. Suvda esa 18y ga kamayish. Mana bu massasi bo'yicha olib tepaga yozamiz shuni. 64 ga qo'shamiz 16 ni. 80x qo'shilgan 18y tenglik 60 bo'ldi. Yaxshi. Endi atomlar soniga e'tibor beramiz. 6,6 ga kamaydi deyilgan. Mana bu yerda qancha ga kamayapti? Mana x mol misda x mol atom bor. 0,5x ni 2 ga ko'paytiramiz. 1x. X ga x qancha bo'ldi? 2x bo'ldi. Y mol suvda qancha atom bor? Hammasi elektron ushlab ketyapti. 3y bor. Tenglik 6,6 ekan. Yaxshi. 6 ga ko'paytirsak, y'lar qisqarar ekan, 6 kara 3 18 bo'ladi chunki. 6 kara 2 12, 80 dan 12 ni ayiramiz. 60 8x tenglik 20,4. X topamiz. Demak 20,4 bo'lingan 68. X 0,3 ekan. Yaxshi. Necha faraday tok o'tganligini topib, Y ham kerak bizga. Y 2 ekan. Yaxshi. Endi e'tibor beramiz. Mis sulfatni 1 mol uchun 2 faraday. Yaxshi. Mis sulfat necha kelib chiqdi bizga? 0,3 edi. Demak 0,3 mol bo'lsa faradayda qancha bo'ladi? 0,6 faraday. Yaxshi. Y mol suv, Y bizga 2 kelib chiqdi. Mana 2 mol ekan. Demak necha faraday? 4 faraday. Yaxshi. 4 qo'shilgan 0,6. 4,6 faraday D javob ekan.